Entrani почти svejisi kelib qoldi akalar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 23 ham oxirlarida chiqqan. 22 ming kilometr yurgan ekan. Bor yo'q akalar. Boshlang'ich $4,000 bilan halollansiz savdoga berilyapti akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasa. Mashina holati nok bo'lib turibdi akalar. Kraskalari ham top-toza. Obzor qilib beramiz akalar. Ketdik. 2023 faralari ko'rib turgan bo'lsangiz, Amerikanga taqilgan 4 yumshoq balonlari bor. Ko'rib turgan bo'lsangiz zo'r holatda, mashinamiz yuvilmagan, karbonga o'xshab qolgan qaranglar. Yuvilmagan, lekin inshaalloh kelgunigacha qilichdek qilib qo'yishadi. Tonirovkasi bor. Sentyabr yoki oktyabr oylarida xudo xolasa tugab qolar ekan. Xo'p, apshipkalarni qarang, tunuv holatlariga, o'zini radnoy chexollari, pultlar yaxshi holat, o'zini ham bunaqa rullari hali salapani yechilmagan ekan, maza qilaman deb shu 22 ming probekda ekan. Mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi bor, sirena bagajlarigacha bor ekan. Tepada Captiva Bradway'largacha qo'yib qo'yilgan xullas. Tayyor holatda. Endi faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga demayman. Menimcha so'zinglar, gapinglarga bir-biriga tushsa, inshaalloh qolgan viloyatlarga ham qilib beraman, deyaptilar akalar. Turishini qarang, mashina zo'r bo'lib turibdi. Orqada o'ptira faralarigacha bor ekan. Kraskalari ham top-toza. Xullas kelib ko'ring, haydab ko'ring. Inshaalloh yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi akalar. Xullas tegaga randomalar qoldirdim, aloqaga chiqinglar, mana shunaqa. Tinuvchi entra qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar joninglar sog' bo'lsin, o'zinglar ehtiyot qilasizlar.